Navbatdagi bemorimiz Shodmonova Solixa 4 yoshda. Tashxisi bosh miya falajligi, ya'ni DTSP, spastik diplegiya. Bemor shu 4 yil mobaynida nevrologiya shifoxonalarida muolajalar olgan, reabilitatsiya muolajalarini ham doimiy olib keladi. Hozirda bizni shifoxonamizga murojaat qilib keldi. Biz hozir bemorga neyroreabilitatsiya va ortopedik davo choralarini ko'rish rejalashtiryapmiz. Konservativ ortopediya muolajalari olib boryapti. Keyingi videolarimizda shu bemorda qilinayotgan muolajalar va olinayotgan natijalar haqida ma'lumot berib boramiz. Agar sizning va tanishlaringizda bosh miya falajligi, DTSP kasalligi va shunga o'xshash yana qator kasalliklar bo'lsa, bizga direct orqali murojaat qilishingiz mumkin. Qo'limizdan kelgancha savollarga javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.